Ofisant, bir port palov. Puldan umuman problemi yo'q. Bo'ldi ağa, tistalanın palovlarından umuman problem yok. Hazır keleme. İnan ağa, şikimi ettim, işleriniz açık olsun. Rahmat aka, jamotmi palov? 30 qanamat ağa. Bo'ldi aka. Puldan vobchi problemi yo'q. Palovlaringizda vobchi gap yo'q. Puldan vobchi problema. Rahmet ağa. Shotdan beraversanmi aka? İnan ağa. Bo'ldi aka, vobchi problema yo'q. Tezda ham tezliklardan, ovqatdan o'shim problema yo'q. Puldan vobchi problema etmanglar. Pul mezda odamning ustun emas, to'g'rimi? Doğrudur. Bo'ldi aka, ishlaringizga ustunlik. Pulunu vermeye gittim bu adam. Ho. Ho, brat. Ho. Puldan problema yok da pulunu veren yakır. Shettinga vrachga, jamoat o'zi bir port palov. 30 qanamat. Bo'ldi, vrachga, puldan vobchi problema yo'q. Shetaverding mana odamlar orasida 30 mot uchun. Bo'ldi, vrachga, puldan vobchi problema yo'q. Yine pulunu vermeye gittim bu adam. Ho. Ho ağa. Pulunu berk getin, hayış. Ha uka, bu hayotda puldan ham ustunroq zotlar bor. Ne o? Klientning hurmati, shetaverding 30 mot ustunda tashimon birgan vaqti. Aha. 30 mat. Aylığımla yetedi. Ofisant, bir port palov. Pulda umuman problemi yo'q.